Kukurella Real Madridga o'tib ketib, Barselona ustidan kulib qo'ydi. Yo'q, noto'g'ri eshitmadingiz. Hozirroq Madrid Ray kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu jamoa haqida barcha yangiliklardan albatta qolib ketmaysiz. Bilmaydiganlar uchun eslatib o'taman, bu o'yinchi Barselona akademiyasidan chiqqan. Bu ham kamlik qiladigan bo'lsa-da, u Barselonani asosiy tarkiblarida ham bir nechta o'yin o'tkazgan. Va shunda u Realga o'tib ketganidan keyin darhol odamlar uni Figo bilan taqqoslashni boshlashdi. Eng qizig'i esa o'yinchi ham yaraga tuz sepgandek bitta ajoyib intervyu berdi. Men oldin Barselonada o'ynaganman, ammo bilasizlarmi, barcha o'yinchilar Chempionlar Ligasida g'olib bo'lishni istashadi. Va menimcha bu uchun Real Madriddan ko'ra yaxshiroq jamoa bo'lmasa kerak. Xuddi shunaqa so'zlarni ispaniyalik futbolchi aytdi. Va bundan keyin esa undan ham ko'proq Barselona muxlislari uni yomon ko'rishni boshlashdi. Voy, nima deb o'ylaysizlar? Aynan shu odam Lamine Yamalni to'xtata oladimi? Izohlarda yozib keting. Va albatta Real Madrid haqida eng tezkor yangiliklardan qolib ketmasligi uchun Telegram kanalimizga ham kirib qo'ying.